Do'stlar, hozir biz saralayapmiz. Bu yerda ishchilar saralayapti. Biz hozir doğrulash ishini boshlaganmiz. Qanaqa doğrulash yapyapman aytib o'taman. Transpun degan dori bu hasharotlarga qarshi, kanalarga qarshi, shu qurt qumursqalarga qarshi uyalarni chiritib, nerv sistemasiga ta'sir qilib yo'qotib dori. Bunisi 5-oyda mana bizlarning mevalarga virus keladi. Shu virus nam havo ko'p bo'lsa, virus kelish xavfi oshadi. Cloud degan virusga qarshi dori sepyapmiz. Bunga qo'shimcha biz PD1 degan saralagandan keyin, changlatgandan keyin odatda 20 kundan keyin birinchisini sepiladi. Buni sepgandan keyin 10 kundan keyin ikkinchisini sepadi. Hozir biz changlatganimizga 20 kun bo'ldi. Buni birinchisini sepyapmiz. PD1 buni narxi, bittasini narxi 50,000 won. $50. Xo'p, qanaqa qo'shamiz? Aralash bo'lgandan keyin sepish ishlarini boshlaymiz. Saralashlarni ko'rayotgan bo'lsalaring, har bitta grupda bunchalik bittadan qoldirganmiz. Bugun 2 may, endi xudo xolasa bir haftadan keyin ko'ramiz qanchalik